Men arxivist sohasida 3 yildan beri ishlab kelmoqdaman. İlk ish faoliyatimni O'zbekiston Milliy arxivida boshlaganman. Bu yerda tajribali ustozlarning kerakli bilim va ko'nikmaga ega bo'ldim. Ya'ni hujjatlar bilan to'g'ri ishlash, ularni saqlash, tizimlashtirish va tartibga solish bo'yicha zarur bilim va ko'nikmaga ega bo'ldim. Ustozlarning bergan maslahatlari va amaliy yordamlari mening shakllanishimda katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Kundalik ish faoliyatim haqida gapiradigan bo'lsam, har kuni ishni hujjatlarni ko'zdan kechirishdan boshlayman. Bu jarayonda har bir hujjatga e'tibor bilan yondashish, uning mazmun va ahamiyatini tushunish juda muhim deb hisoblayman. Menga topshirilgan hujjatlarni tartibga keltirish, ularni elektron shaklga o'tkazish bugungi raqamlashtirish davrida juda muhim hisoblanadi. Shu bilan birga qog'oz ko'rinishda hujjatlarni kitob shakliga keltirib, berilgan talablarga asosida O'zbekiston Milliy arxiviga topshirish uchun tayyorlayman. Albatta, qaysi sohada ishlashdan qat'iy nazar men uchun eng muhimi o'z ishimga mas'uliyat bilan yondashishdir. Kelajakda xalqimga kerakli mutaxassis bo'lib yetishishni xohlayman.